Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 14-fevraldan 21-fevralgacha ob-havo ma'lumotlari bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-17 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 21-fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-17 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 14 fevralda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 15 va 17 fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 16 fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq. 18-19 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16 va 21 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 14 fevralda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-17 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 14 va 16 fevralda 13-18 daraja iliq, 15 fevralda 17-22 daraja iliq, 16 fevralda 10-15 daraja iliq, 18 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq, 19 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 20 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 16-17 va 21 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 15 fevral va 18-20 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 fevralda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-17 fevralda 5-10 daraja iliq, kunduzi 14 fevralda 12-17 daraja iliq. 15 fevralda 15-20 daraja iliq, 16-17 fevralda 13-18 daraja iliq, 18 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq, 19-20 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq, 21 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 15 fevral va 18-20 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 16-17 fevral va 21 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-17 fevralda 5-10 daraja iliq,
kunduzi 14 va 17 fevralda 15-20 daraja iliq, 15 fevralda 18-23 daraja iliq, 16 fevralda 13-18 daraja iliq, 18 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq, 19-20 fevralda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq, 21 fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 fevralda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 15-20 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 14-15 fevralda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 14 fevralda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq. 15-17 fevralda kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq. Kechasi 18-21 fevralda 4-9 daraja iliq. 18-20 fevralda kunduzi 14-19 daraja iliq. 21 fevralda 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 14 fevral, 16-17 fevral va 21 fevralda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor. 14 fevralda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. 15 fevral va 18-20 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 14-16 fevralda qor ko'chishi xavfi bor. 14-15 fevralda ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 14 fevralda kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq. 15 fevralda kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 16-17 fevralda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq. 18-20 fevralda kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq. 21 fevralda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.